Mana sizga yana bir topishmoq. Tarixdagi eng kuchli himoyalanadigan qurolni qanday o'g'irlash mumkin? Detallar ustida minglab amerikaliklar ishlagan va shunga qaramay butun qurilma qanday ko'rinishni bilishmagan qurilma. Shuningdek, ular yadroviy loyihada qatnashayotganliklarini ham bilishmagan. Javob oddiy, uning tahlil markazida ham fikrlarni topish kifoya. Atom qurollari juda muhim sir bo'lib, undan faqat Qo'shma Shtatlar xabardor bo'lishi juda xatarli. Bunday bo'limga monopoliya dunyo uchun katta xavf tug'dirishi mumkin. Manhattan loyihasining yuqori qismidagi olimlar buni tushunishgan. Ulardan biri Klaus Fuchs, ashaddiy kommunist bo'lgan va o'zi SSR elchilariga sirlarni oshkor qilishni taklif qilgan. Klaus yana ikkita hamkasb orqali bomba eskizlarini SSRga berib, uning ittifoqda ham yaratilishini bir necha yilga tezlashtirgan. Bir xabarchi boshqasini tanib olish uchun parol maxsus tarzda kesilgan malina murabbosi yorlig'i bo'lgan. Ikkala qismini birlashtirib ko'rasiz. Agar ular mos kelsa, parol to'g'ri. Keyinroq esa sirlar diplomatik pochta orqali elchixona pochtasi sifatida SSRga yuborilgan. Mana bu kabi muhrlangan qoplarda yoki telegraf orqali shifrlab jo'natilgan. Aytgancha, har qanday elchixona doimiy ravishda qabul qiluvchi tomonning razvedkasi tomonidan eshitib turiladi va buni ikkala tomon ham tushunadi. O'yin qoidasi shunaqa. Sovet elchixonasidan kelgan shifrlangan xabarni o'qib, amerikaliklar hayratda qolgan. Qizil josuslar AQShning barcha davlat idoralariga joylashib olgani ma'lum bo'lgan. Ular orasida Klaus Fuchs nomi ham chiqib kelgan. U qamoqqa olingan. To'g'ri, uzoq muddatga emas, bor yo'g'i 9 yilga. Ammo Klaus boshqa bir atom josusi, pokistonlik Abdulxon bilan solishtirganda shunchaki yosh bola.